jiyan bu yoqqa kel. Assalomu alaykum ammajon, yaxshimisiz? Yaxshimisan? Yaxshimisiz? Dadang chaqir, dadanglar qani? Xo'p bo'ladi, hozir chaqiraman. Dadajon, Nima qilsan? nima chaqiryaptilar? Aka, yaxshimisizlar? Sizlar ham hanga maqul olmadim, o'tir baqajon. Charchamayapsizmi? Sizlar yaxshi videolar qanday? Yaxshimi hammasi? Hammalari yaxshi. Tinchmi? Hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi edi. O'zim endi shunaqa qoldi vaziyatlarga. Akam ancha siqilib qoldilar. Siqildi. Endi onamdan yodgorligim sizlar ikkalalaring. Endi qanday bo'lgan vaziyatda ham bu yaxshi narsa emas-da. Bunga oxiri yechim bo'lish kerak. Shuning uchun men sizlarga yomonligim yo'q. Kelinimga ham sizlarni yaxshi ko'raman. Shu xonadonda o'sib, ulg'ayib, mana ukam yomon bo'lgani yo'q. Endi arzimas narsa uchun samanga borish kerak emas, ukajon. Hamma kechirimli bo'lish kerak. Shuning uchun bu ham jizzaki, kelinim, sen ham asabiylashding. Bari yaxshilik ukajon. Mana qush uyasida buzilishini xohlamayman. Yaxshi yashaylar sizlar ham. Sapar, hozir mana kelingiz bilan gaplashib oldik hammasini. Aqraman kechirim so'raydi, aka, sizlardan qilib kechirimli bo'laylik. Alloh kechiradi hammamiz, to'g'rimi? O'zcha Nargis! Voy Nargis! Labay dadasi. Kim yoqqa o'tir. Gapir bo'y gaplaringni. Kechirasizlar meni kechirada yoshlik qilib apajon, kechiring meni. Akajon, kechirasiz. Yoshlik qilib apajon. Kechirasiz, kechiring agar. Ha, kechiraman. Asalim, yaxshi ko'raman hammalaringni. Faqat onamdan yodgorlik ikkita ukam. Men yaxshi ko'raman hammalaringni. Shuning uchun hamma kechirimli bo'lish kerak. Kechirdim Alloh uchun. Sog' bo'linglar, yaxshilik kunida ko'rishaylik. Ukam omonat senga kelin. Sog' bo'linglar. Mayli apajon, rahmat.